Bizning Imom Abu Hanifa mazhabida o'sha namozga turu eriyasi o'ta adabı. Qarangizda, unga iki oyoqning o'sha chelga barobar bo'lishi kerak. Qo'l mana barmoq quloqning o'sha misol Allahu akbar deganda qarangiz, qo'shma birga odam denesi eyilu kerak. Allahu akbar. Mana qo'l kindikning ostida turgan vaqtida odam eyiladi. Mana bu qo'lning qo'shayning oldida turu ramzi bu. Ha endi bulay tursa-chi. Qarang, keyingilar vaqti ashish biladi ham. Bo'lmaydi undan narsa. Bu namaz emas bu. Adam tushunu kerak. Akimning oldida bulay turish. Ha? Qalpağın qayırib jibirsin inson. Adam namazda turgan vaqtida adama turib, qarangizda, mana tur osla. Qul, biz qulmiz, biz Allohning qulimiz. Robbimiz qo'shayinning oldida tur oslay. Qarangizda, sahobalar solay turadi bo'lgan. Sahobalar sonda turadi bo'lganda, qarangiz. Tepten bir sahobalar namazda turgan vaqtida arashaqa bo'lganda, arashaqa vaqtida mana bunday bo'lib ketganda, son sezmagan.